Assalomu alaykum chorvoshka o'zlari, akalar, ukalar, hammani kirib kelgan 2026-yil yangi yili bilan hammani tabriklaymiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Palaxon mahallasidamiz. Bugun hafta kuni payshanba kuni 1-yanvar. Mana shu yerda bizni chiqaradigan 4-5 ta sigirlarimiz bor ekan. Bo'g'oz birinchisiga tayyor to'yadigan. Shuni video obzorini qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bos, kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni bildirib o'tasizlar. Hormen Hamjon. Keling. Akalar, ana molni ko'ringlar, nima deyapti ana? Yelillari hamma yeri joyda. Buni zoti qanaqa ekan Hamjon? Bu gibrid rossiyskiga semental. Otasi sementalmi? Ha, semental otasi. Tish chiqarganmikan bu? Yo'q, hali bizo. Hali bizo. Tug'ishiga qancha bor ekan buni? 20 kun bor. Akalar. 9 o'tgan endi to'rsa. Navoz bo'lsa 5 o'rga ag'bag'i bo'ladi. Novosga o'xshab ketibdi janovar a? Ha. Tepalarni ko'ringlar akalar. Haqiqat, xudo xolasa bolani ham zo'r beradi. Yelillarga keladigan bo'lsa, yelillar mana 4 joyda. Narxini nima deymiz? Gap cho'zganda Deymiz aka. 48,5 million kelishtirib beriladi. Kami bor aka. Akalar mana. Haqiqat sigir qilib olaman, qo'l bo'la. Ana qaranglar, ana akalar. Birinchi tug'ishga shunchalik indamay turibdi. Yelillari mana 4 joyda. To'rov ham ishlaydi. Ha, ishlaydi aka. Yeb ichishiga, Sog'lig'iga. qoniga, hamma yo'lga javob aka. Akalar, tavsiya qilamiz ana birinchisiga tug'ishga gibrid. Gibrid mollar odatda yaxshi bo'ladi. Hali ko'pchilikda xabari bor. Novosi ham, xonajini ham haqiqat bakot mollar bo'ladi. Tepasini qaranglar mana molda. Mana. Molga haqiqat gap yo'q. Yelillar oq yelin 4 joyda. Bitta yetalab ko'rsatib o'raylikchi, Hamjon. Aka bu orqanga endi tushdi-da shuncha. Lekin hali bunday o'ynak qilyapti xolos. Hech qanday nima endi sho'x nima vasu, bu o'ynak qilyapti. Mana keng yerga chiqqani uchun. Akalar, mana molni sog'ligiga, boshqasiga hamma yerga javob. Sog'liqligi uchun, zo'rligi uchun mana mol o'ynak qilyapti. 48,5 million so'm kami bor. Had janovar. Bir o'ynak qilib olsa. Akalarni ko'ringlar, haqiqat 4 son. Yelillari ham 4 joyda. Xudo xolasa, hali olgan odam bemalol 3-4 ta, 5-6 ta bolasini ham olsa bo'laveradi. Ha, bemalol. Ham go'sht, ham sut yo'nalishi hech qanaqa endi faqat go'sht yo'nalishi yo boshqa emas. Akalar, mana boqqanga yarasha mana zo'rdan. Bo'ylarga keladigan bo'lsa, bo'yi 140 shuna atrofida, 135, 140 atrofida. Mana gibrid varianti. 48,5 million so'm kami bor. Telefon raqamlarimiz necha? 90lik 90lik 565 565 0409. 0409. Yana bitta nomer boshlamasa. Aha. 597lik 502 502 90 2807. 2807. Mana akalar, ukalar telefon qilaverasizlar. Mabodo dastavkalarga kelishiladi. Ha, kelishamiz aka. Uzoq joylarda telefon qilsalaring mana kelishiladigan joy bu. Shoxi yo'q a? Yo'q, shoh. U azaldan yo'q yoqib tashalganmi? O'zi tug'ma a? Yo'q, tug'ma. Akalar, mana haqiqiy sigir qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa tavsiya qilamiz olishlarini. Kelajakda zo'r sigir bo'ladi. Mol 4 son. Sog'ligi barchasi joyida. Yeb ichishlariga. Xudo xolasa endi sut masalasiga keladigan bo'lsa, bu sutni beradi, yelinidan ham ko'rinib turibdi. Agar sut beradigan bo'lsa, bu darajada yelin solmaydi. Mana yelinni ko'ringlar. 20 kun mobaynida hali yana sovoradi. Yana bormi Hamjon? Bor. Keyingisini ko'ramiz. Hurmatli tomoshabinlar, mana ikkinchi sigirimiz. Bu chorniy pyostra Hamjon? Qani bo'lsa, rossiyskiga. Mana rossiyskiy chorniy pyostra. 4 son. Haqiqiy sutdor, go'shtdor molimiz ekan. Mana orqalardan ham bir ko'rsataylik. Bu necha oylik bo'g'oz ekan? Hamjon? 8 oylik aka. Bu 8 oylik bo'g'oz. Mana 3-chisiga ekan. Yelillari buniki ham 4 yerda, oq yelin. Buni yeb ichanlari, sog'ligi Hamma yo'g'i sanarli aka. bu hali birinchida qancha sut bergan sirimiz? 28 tagacha bergan. 28 tagacha.
Akalar mana haqiqiy o'zimizni eski haligi rossiyskiy chorniy pyostra sigillarimizdan. Xohlaganlar mabodo yangiga qiynalaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana buni tavsiya qilamiz. Mabodo o 5-6 ta bolasini olaman deganlar bo'lsa, mana xudo xolasa bu ham kamida yana 5-6 ta bemalol tug'iradi. Orqalarini ko'ringlar mana. 8 oylik bo'g'iz. Narxi nima deymiz? Ilhomjon? 50 million kami bor. 50 million. Akalar mana mollarning narxi hammasi joy-joyida hech qanday hali bozordan o'ta qimmat emas. Prosta hali bitta mol ko'pligi uchun, boshqaligi uchun bozorga olib chiqilib nima qilingan yo'q. Sababi hali bozorda ayni damda hozir kasalliklar turli nima yashur hali oqsil deydimi, voha taraflarda o'sha kasalliklar ko'pligi uchun bozorga olib chiqilgan yo'q. Mana uyda sotilgan manzili hammasi aniq. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani, yana bir bor aytib o'tamiz. Emlamalar bo'lgan. Emlamalar hammasi bo'lgan-a? Ha, hammasiga bo'lgan. Akalar mana shu ham zo'r sigir ekan. Tavsiya qilamiz mana. Haqiqiy bu ham xo'jalik bor. 50 million so'm kami bor. Endi 1 so'm so'rasalaring ham haqqlaring bor. 50 million degan bilan bu 50 millionga sotishmaydi. Yo'lida qilib berishadi. Bu ham fermani moli, ha? Okalar orqasini ko'ringlar mana. Orqasi ham juda ham keng. Haqiqiy zo'r sigir. Tavsiya qilamiz akalar. Telefon qilaverasizlar, telefonlarimizni aytib o'tdik, opisaniyada qoldiramiz. Bemalol telefon 24 soat mobaynida ishlaydi. Uchinchisiga bu hozir tishi nechta tishi? Shuni ko'ramiz. Qani mana tishini ko'rib. Nechta? Mana tishi ham butun 8 ta to'ldirgan. Qani olib kiraveramiz. Akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Shu qolgan ma'lumotlarni Ilhomjonni o'zidan telefon qilib so'rab olaverasizlar. Behajolar so'rashaveradi. Mana mabodo sigir yana kerak deganlar uchun bor. Ilhomjon ukamizda doim mana shuna zo'rlardan oladida o'zi yetiltirib, o'zi sinab turib mana shuni sotishadi. Zo'rlar faqat. Bunisi 48,5 million kami bor. Bunisi 50 million kami bor. Shu aka-ukalar hammaga kuch-quvvat, chorvasiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.